Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzumiz husnbuzarlar haqida. Yuz terisida turli teshikchalar paydo bo'lishi kasallik emas, balki kosmetik nuqson hisoblanadi. U chuqurlashgan husnbuzarlar asorati bo'lishi mumkin. Organizmdagi gormonlar miqdori me'yorining buzilishi natijasida yuzga mayda toshmachalar toshadi. Asosan o'ta yog'li ovqatlar va shirinliklarni haddan ziyod ko'p iste'mol qiluvchilarda ko'proq kuzatiladi. Shuningdek, kosmetik vositalardan noto'g'ri foydalanish natijasida ham husnbuzarlar paydo bo'lishi mumkin. Ularni siqish yoki turli vositalardan foydalangan holda yo'qotishga urinish salbiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni siqilgan joy yiringlab ketadi va keyinchalik teshikchalar hosil bo'ladi. Ayniqsa oshqozon ichak kasalliklari, noto'g'ri ovqatlanish, tez-tez asabiylashish kabi holatlar nafaqat yuz terisiga, balki butun organizmga ham salbiy ta'sir etib, husnbuzarlarning ko'payishiga zamin yaratadi. Bundan tashqari, teri yog' bezlarining kattalashishi ham yuzda chuqurchalar hosil bo'lishiga olib keladi. Dermatolog maslahatiga ko'ra, yog'sizlantiruvchi vositalardan to'g'ri foydalanish bu holatni bartaraf etilishi va chuqurchalarning silliqlanishiga yordam beradi. Shuningdek, birinchi navbatda ovqatlanish ratsioniga e'tibor qarating. Turli ko'katlar, mevalardan ko'proq iste'mol qiling. Shifokor dermatolog ko'rigidan o'tib, keyin muolaja qabul qilishingizni tavsiya etamiz. Salomat bo'ling.